Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men mashhur sanatkor Qambar xonimning izdirgini elish uchun aloyidan biya kelgan edim. Sizlar ig'ir ko'may Qambar xonimning turalg'usin deb bergan bo'lsizlar. Qambarxon degan men bo'laman. Nima gaplar bor edi? Sizlar Qashqa Chumbusdagi Mehmet Ilohonning qizi qadrlik ocham Qambar xonim bo'lamdilar. Men ta hozirgacha dadamning kimligini bilmayman. Dadangızning kimligini men aytib beray qizim. Ana, siz aytib basila. Mening dadam Sodiq kim? Aytmaslar. Sizning dadınız. Sizning dadınız. Acep bu bir zaman bugün. Oğlum çürgüleydeydim. Yürektik sevdamı kangalır gideydeydim. Endi qaytib keldimi ana? Shuni alasın. Ana. Pek ensiz ko'rinyotdilar. Bir ish bo'ldimi? Voy balam, nima bo'latdi? Matitening doğu yayilari ko'chim yurib odam tutib etibdi. Bugun atining ichida bizning ko'chig'imiz keladigan o'xshaydi. Ular nemishqa odam tutadikina? Nimishqa tutadi jinim balam, bo'yiga yetgan qizlarni tutib ketay ordusida xizmatga soladi ekan. Shu men sendan asrab qilyaptilar. Kimdi bu endi? Balam chiqib kirib ketdi. Bo'lamiz. Ha, kim? Oy, kesla balam. Teştirdilmi ana? Otdan turibdi balam. Mahallimizda kala baqadiganlar aziyib kelib, sut chiqarmadim. Shaharga kirgach, silini yo'qlab chiqay dedi. Otdan bo'pti balam. Amin. Allohu akbar. Teştirdilmi ana? Otdan. Qizim, Mehmet İlyakan kepti, çayib chiqqin. Ma'qul.
qani çay baksana bala. Rahmat. Zo'rxacha, sizlarga bir ko'ngilsizlik kelib qoldimi, qandaq? Shundaq balam, shahar osmonini qora tuman qopladi. Mati taynon chumoqchilari bo'yiga yetgan qizlarni tutib yuraydi. Shunga men mush qizimdan ansirab qilyapman balam. Qacha, agar siz muvofiq bo'lsa, havo ham bir mezgil bizning uyda panoh qilib tursin. Bo'lamdi. Bunda qilsa yaxshi bo'lmasmikin? Zo'rxacha, xotirjam bo'lsizlar. Men cho'qim havo xonni ko'z qarchug'ini asirgandek asrayman. Bulutlar tarqilib, ko'k osmon zimim bilan yuz ko'rishganda havo xonni sog'-salomat qo'lliq topshiraman. Oy. Balalarım, tez öz olana dalın. Bulunma tez. Tez bo'laylik, tez. Seni kolaylık topşırdım. Ben de hatırcam oldum. Bana bir neçe günün keyinle kayıt gelmen ana. Ana. Çapsan bo'laylik. Bulaylarım ana. Ha, mana keldim. Ketay oliylarining buyrug'iga binoan qizingni ep ketgili keldik. Ketay oliylari qizingga alohida martaba taqmoqchi. Tezdan qizingni chiqirib ber. Kızım avatka tuqqan mutlashib ketgan edi. Uyda yo'q to'rg'am. Yolg'on aytma. Qizingning bayini teq cho'gini suv ko'tarib kirib ketganligini ko'rgan odam bor. Agar qizingni chiqirib bermaydigan bo'lsang, cho'giningni ko'rsan. Yolg'onsiz. Nima qarab tursan? Otur. Durg'am, uyning ham yerini aqtirib tushdiq. Bir ma'dan yo'qka. Unda qo'lsa ma'o qerini aytma. Qolgan gapni yomg'irlagan deyishini. Mehmet Ali aka. Mati taynon cho'moqchilari onamni qiyin qistoqqa og'irmidi. Xotirjam bo'lsizlar. Zo'rxachamni Xudo o'z panohida saqlaydi. Mehmet Ali aka. Bekli yerib ketdilar. Birdan eshakka minivasizlar. Men piyoda mangay. Yo'qsa havo xat. Men hargiz herib qolmadim. Av do'qmoshni o'ssaklar, bizni uyga yetib boramiz. Assalomu alaykum, tashabbigim. Va alaykum assalom. Kira, o'tir ha. O'rik ye, qara. Iltifatlarga rahmat, tashabbigim. Shahar atrofidagi yizibaglari qushqash olmog'ini tugatdimi, qandaq, ha? Ha, hammasi tugitib bo'ldi, tashabbigim. Ketay oliylari shuncha bo'la ko'p qushqashning go'shini yeb, raso yoshirib ketadigan bo'ldi-da. Begim, heliqi Zo'rxon degan qirqaqoshning zindonda yetayotganiga xeyli kunlar bo'lib qoldi. Bu ishni tezroq bir taraf qilsak bo'ladi. O qeri tezroq o'zi bo'ladi-ku. O'zlari aql farosatda kamak ayyorni besib tushirganlar begim. O'zlarining farosatlari bilan Zo'rxonning qora joyi sizning ilgilariga o'tish oldida turyapti begim. Endi bu qerining parizatdek chiroyli qizini Ketay oliylariga soy qilsalar, katta martabaga ega bo'ladilar. Shundaq. Tashabbigim. Şoňa bizni toşqan aladigan burkut
yilpiz oladigan yo'l vositasi bo'ladi. Assalomu alaykum titay oliylari. Va alaykum assalom. Qani, qopa. İbrahim Peşrab sahi qilgan hiliq qiz qechib ketibdikan titay oliylari. Shunga uning onasini tutib olib kelib, hozircha sulab qo'yib turdik. Nima? Aşı qizdan o'zini tutib kel. Ma'qul bo'ladi oliylari. Sizlar degan har qanday gapni men jon dilim bilan beja keltirman oliylari. Ürük satımen ürük! Ürük satımen! Ürük satımen ürük! Ürük satımen! Assalamu alaikum. Va alaykum assalom bolam. Teştirdilimi Zorxacha. Obdan. Qizimning ahvoli qanday xaraq bolam? Zorxacha, xotirjam bo'lsa. Havoxon nayda obdan turyapti. Xotirjam bo'lsa. Men xeyli vaqtligicha qizim bilan ko'rishamaydigan o'xshayman bolam. Chunki Matitayning chimoqchilari menga ko'z quloq bo'lib yuryapti. Shunga qizimni o'zlariga topshirdim bolam. Xudoyim sizlarga baxt ato qilsin. Qani bolam, buni asla. Rahmat ana. Biz sizning umidlarini aqlab, cho'qim mangu baxtli o'timiz. O'zlarini asrasizlar ana. Amin. Allohu akbar. Tezroq mavsula bolam. Xo'sh ana. Anam bilan ko'rishalidimi? Qandaqroq turibdi? Onamiz nayt obdan turib etibdi. U ishimizga baxil keldi. Ana. Salavat qaytib keldimi? Xudoga shukr bolam. Ostaslar. Nega yurib keldilar ana? Zaygaxonni qo'yib sang bir jup oltin zir so'qtirib keldim qizim. Qara. Hay, buni hozir bermayman. Sening to'ying bo'lgan kun o'z qo'lim bilan qo'lqonga sep qo'yman. To'y? Shunda. Havoxon, biz onamizning tiligini hargiz yada qo'ymaymiz. Buningdek baxtli turmush kechiramiz. Tursun qo'l. Vah. Xo'sh gaplar begim. Mava atqa yem bo'g'iz berib qo'shig'ini obdan to'yg'izib qo'y. Men hozir yalmil qaytaman. Xo'sh. Meni chaqirtqili odam avatibdikansan. Nima gaping bor edi? Ha? Zo'rixonning qizi Havoxonning xabarini oladimi? Uni izlayotganimizga 1 yildan eshib qoldi. Hozirgacha izdirgini ololmayotimiz. Qaraganda planimiz amalga oshmaydigan o'xshaydi. Planimizning amalga oshishi qosh bilan kirpikning orasida qoldi. Nima? Bir yangi xabarga erishgan o'xshamamsa?
Qizim. Mehmet Elican'ın kirmiginiga xeyli kunlar bo'lib qoldi. U bolaga bir peshkalik bo'lib qolmagandi, a. U oldingi qitim kirganda hasharga borman degan edi. Balkim hasharda uzoqroq turib qolgan o'xshaydi, ana. Men chiqib so'yib kiray. Ana, suni men kiray. Matitayning cho'maqchilari ish qildida bizni paylab yuradi. Shon sen talaga chiqsang bo'lmaydi. Meni erim bor, balam bor. Ular meni hech nima qilolmaydi. Yüzünü yıkvardı. Maqul ana. Havaxon. Beni koyun diş! Beni koyun diş! Ayağına git birisi! Beni koyun diş! Havaxon! Nomad doğru geldi. Qani kirsin. Assalomu alaykum, titay oliylari. Ulug' saltanatlari osmon palak yuqori ko'tarilgan. Rahmat. Shaharda mumning setilish ahvoli qandayroq bo'lyapti-do? Maydi yaxshi. Intayin o'ngishliq ketyapti-da, titay oliylari. Tunugun bir kun ichida mum setilishni rad qilgan 157 fuqaroni tutib hapsiga oldik. Mening farmonimga qarshi qilganlarga hargizmi yumshoq qo'lliq qilishga bo'lmaydi. Biroq titay oliylari, Qashqardagi Ozsondagi bir o'chim gadankeşlar titay yomuni ustidan Urumchi Jongjunga arz qildi. Nima? Qashqarning strategik o'rni intayin muhim. Askeri kuchi nihoyat zo'r. Shunday ekan, Yang Zingshin Qashqarga ko'z tikib qarashga hargiz ma'petlanmaydi. Titay oliylari, Yana nima gap? İbrahim Peshab soy qilgan hili qizni tutib olib keldik. Jannatul Rizvon kabi hujralarga o'rinlashtirib qo'yamdi, qanday? To'limi yaxshi ish bo'pti. Uni o'rnashtirib qo'yinglar. Ma'qul. Xo'p.
Turala. Bu Titey alilerinin en ali mertübeli hanışı. Onun alıdın obdan haber elişinler gerek. Eğer o birine ilgili onuma cahillik kısa, her kandak çağrı tedbirlerini kullansanlar buludu. Uçtun mu? Ha? Uqtuq. Ha. Yo'q qilish. Bizmi sizga o'xshash Matitayni xorischa uchiraman. Bizning sizga yomonlik qilish niyatimiz yo'q. Agar siz bizga moslashmasangiz, Titayning odamlari bizni qattiq qiymaydi. Sizler Uygur hatun kızları tolu mu güzel kilisine? Bana yaqinlashqich bo'lma. Mening erim bor, bolam bor. Erim ba? Senin erin mening qo'l ostindagilar tarafidan allaqachon u dunyoga safar qildi. Nima dedi? U olamga safar qildi deyapti. Bo'ldi. Qozam. Dadam balam. Bo'ldi. Men bor, qozam. Bo'ldi. Onam balam. Dadam balam. Bo'ldi. Mana. Assalom Zo'ri xocha. Alaykum assalom. Kaslar patam xinam og'ircha. Matitayning cho'moqchilari havo xinimni tutib ketib, to'limi osonlik qildi Zo'ri xocha. Xudoyimning oldida nima gunoh qildimkin tong? Mening to'tkiligim qolgan odam. Mush kichikgina navramning andil yiqilgan hayotlik chirqi uchib qamsli bo'ladi. Xudoyim bu navrlarning baxtini bera, ko'ngillarini buzmaslar Zo'ri xocha. Zo'ri xocha, sizlarning boshlarga bunday og'ir kun tushganda men qarab tursam bo'lmas. Agar menga ishonsizlar, bu qizimizni men beqib cho'ng qilib, ondan o'zlariga qaytarib bersin. Bo'ladimi? Sizlarni avvar qilib qo'yamanmi, patamxon? Undaq bo'lamdi-ham. Sizlarga ming martaba menga ishonganliklariga rahmat Zo'ri xocha. Men sizlarga har kuni tomoq kirgizib turaman. rahmat Allah. patamxon. Maquzam. Xudoyimga omonat. Xudoyimga omonat patamxon. Qizimga Avaylab maqsud. bo'lmoq aytib bermana.
Bo'ldi, turib qalsin. Xudoyimga omonat. Çatak oldu. Çatak oldu begim. Nima chatoq bo'ldi? Tite alileri örümçi Cancan tarafından Kancan'daki çoğun cami aldı da dargı eslip de begim. Qanday qilamiz? Ha? Bu işte mening xabarimmi bor. Shunga bizmi jinimizni ip qechishimiz kerak. Uqdingmi? Bu ishga albatta kallı ishlatishimiz kerak. Mushundaq jiddiy paytda mushkul chora qo'llanmay amal yo'q. Qani, gap qila. Hazır Qashqarga yenidan tayinlangan Tite'nin chirikleri asosli yo'llarni qamal qilib qo'ygan tursa, biz endi nagimi qochib ketalaymiz begim? Depaqsla qandaqmi qochib ketalaymiz? Buningga chora bor, jiddiylashma. Atışning begi ayni vaqtda akam bilan Qashqar xalq madrasasida birga o'qigan. Biz shuni panoh tortib olsak, bizni cho'qim panoyiga oladi. Undaq bo'lsa, hozir yo'lga chiqaylik. Kunduz yo'lga chiqish xatarlik. Hozircha xoliroq bir ayaga mo'kinib turib, qarang'i tushgan hamon yo'lga chiqib ketamiz. Ha? Qani. Kızım, öldürüp yetip geldik. Arıtınçı sizler. Tağa, sizlarning bu yaxshiliklarni o'lsam unutmayman. Hoş kızım, aman bolsak yana görüşemiz. Ana sizlarga nima bo'ldi? Qizim. Titani o'risidan qaytib keldi. Ana qaytib keldi. Seni ko'ramay qolishdi. Bekla ansirgan edim. Jinim ana. Qizimiz qanday ham qani? Qizimni bir ko'ray ana. Qanday xonni? Xo'shnimiz Fatimxon beqib beribdi bolam. Nima? Ana biz aldanibdik. Biz bola o'g'rilarning aldam xaqsiga tushib qoldik ana. Nima bolam? Oxirgi tiniqim qag'ucha umrimni bir ko'rib bu dunyoda amansiz yo'q ana. Sizlar tehi yaşaydılar. Ben endi bu uydan hech yerga bormayman. Sizlarning hollardan xabar olaman ana. Bolam, mening ko'nglimni osqandi. Men o'lgandan keyin sen hargizmi ko'rib turmay. Avatga tuqqan ana. Ahlutum bolam. Bolam. Bolam hayotda. Ölgenden keyin meni dadamga yinaman. Dafn qilaman. Ahlutum meni dadamga yinaman. Dafn qilaman.
Gözlerini açsıla ana. Beni yalnız taşlar koymuşsula ana. Ana. Beni yalnız taşlar koymuş ana. Qashqarga yangidan tayyorlangan tetaga Ovat xalqining qiyinchiligini tafsiliy doklad qilgan. Xo'p, degin. Soğuk qiyinchiligini deyishni unutib qolmag'aylar. Xo'p, og'ishmayman. Baldıroq qaytib kel ha. Voy. Sarxon, ovozlar ayolning dardiga o'xshaydi. Berib anglab beqing ha. Assalomu alaykum singlim. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Singlim, qanday dardlar bo'lsa bizga esila, biz sizlarga yordam qilamiz. Sizlarga ko'p rahmat acha. Mening dardimga bir Allohdan boshqa hech kim yordam qila olmaydi. Shunga gap qilmaydi qo'y. Bu kishi bizning Ovatning begi Oblabek bo'ladi. Bu kishi har qanday datmanning beshini siylaydigan esil zot. Sizlar tortinmay so'zlayversizlar. Beshimga kelgan kulfatlarni bir kun so'zlasam tugamaydi. Sarxon, bu mehmonni uyga boshlang. Qolgan gapni uyda deyishaylik. Ey, yalan töz qalanda. Nemishqa hukumat odamlariga mush ko'tirsan? Agar birov sizning xotiningizni ib qolsa, siz qanday qilardingiz? Og'zingizni yum. Pashlab begimga gap yondiryapsan texi? Bu yalan tözni hozirlik Xanjing Sefil qurilishiga olib berish kerak. Uning teraktakchini Azroilning qo'liga tushib, sesqitini qurt qo'ng'ildan yapib ketsin. Bo'ladi begim.
rahmat Havaxon. Sizning chaqan duttaringizning muğliq ovozi mening 20 yillik xumarimni chiqarib etdi. Meni maqtaganlarga ko'p rahmat degin. Havaxon, bugun tövenki jangizdagi Turg'unboy o'g'il o'ylabdi ekan. Shu to'yga bilib berib kelsa qandaq? Ma'qul begim. Emis uchingizga chapan kiyib chiqing. Havaxon, Sili. Havaxon, bu yoq kim bo'ladi? Bu yoq mening burunqi erim bo'ladi begim. assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bo'ptamisa, biroq er-xotinlikning yuzini qilib, bu kishini obdan mehmon qilib qo'ying. Uyga kirsizlar. Chaysizlar. Havaxon, seni oran topdim. Hayotimdan umidimni uzib turganimda Oblabek uchrab qoldi. Sizlar nalada yurib, nima kulfatlarni topqanlar? Qancha sepilni remont qilish qurilishida ishlayapsam, Qashqarga yangidan tayinlangan Mashavo degan tetaydin bizni qo'yib berish to'g'risida yorliq tushibdi. Bu yerdan qaytib keliblar, izderigini qildim. Qizimiz Qambarxonning uchurini ololidim. İbrahim Paşa ayni vaqt qizimizni elib otishga qechib ketibdi ekan. Yaqinda Oblabek qizimizning izderigini elish uchun otishga odam avatdi. Uchiri kelgan amon otishga chiqib qizimizni qaytarib bermoqchimiz. Bizga qilgan askiliklar oz emas. Uningdan intiqom olmay qo'ymayman. Keyin qanday bo'lgan edi? Keyingi ishlarni qizim Qambarxon biladi. Men fani olamda uzoq tursam bo'lmaydi. Boqiy olamga tezroq qaytib olaman.
1935 yili A3'da bəglik tüzümü əməldən qaldırılıb, yenidən nayi təsis qilinib, Feyzivat nayisinin başquruşidan Qashqar Dotay yamılının bevosita başqurushiga o'tkazildi. İbrahim Paşa shu chaqda yamılga xizmatga o'rinlashdi. Yana la qandayxanning chalg'ini tizikkan. Dadisi, naqshi aytayotganlar kimlar ekan? Kim bo'latdi? Heliqi Mamtili To'xtaji degan soltak ziyoli, Turkiyada o'ginib kelgan ozg'ini bilimi bilan bir necha kalti ko'sayni bilan yig'ib olib, ko'chalarga chiqib, fanniy maktab ochiman, yangilik yoritiman deb biljirlab yurdi. Voy, osmondagi g'ozning sho'rpisiga nonchilab ichadigan odamlar ekan-ku ular, ha? Agar ularning bu ajnabilarcha harakatini Qashqar Dotay yamuludikilar anglab qiladigan bo'lsa, bu soltak apandilarning 2 puti bir o'tki tiqiladi-da. Albatta shundoq bo'ladi-da, dadisi. Hey, Qambarxon ko'rinmaydi. Qayerga ketdi? Ha? Ho'ylida qolgan do'stlar chaqirib chiqib ketgan o'xshaydi. Hey, qiz bola degan talodi qaloymiqon cho'glab yursa bo'lamdi, ha? Mang, qizingni darhol chaqirib kel. Hozirla chaqiray. To'xta. Esingda bo'lsin-ki, qiz bola deganni uydan chiqolmay, o'tning ichida paxt saqlagandek beqish kerak. Qaytib kel. Ma. Xo'p. Atış bulbulu buluşkan münasip kızken bu. Agar bizning diyorimizda shunday xushnavo bulbullar ko'p bo'lsa, nima degan yaxshi bo'lar.
Assalom qizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani kelasizlar? Tinch salomat turdinglarmi? Hozir naqsh etgan qiz siz bo'lamsiz? Ha, men bo'laman. Tutlarni nihoyat yaxshi chaladi ekansiz. Naqshni nihoyat chiroyli etadi ekansiz. Bu do'stim naqshi aytish doktorchilik shunda qista. Nihoyat yaxshi. Sizning san'atda haqiqatan talantingiz bor ekan. Rahmat. Biz yangidan qurilgan otish nahiyalik sanoyi nafsaga otis qabul qilyapatdik. Shundaq. Biz hozir sizni sanoyi nafsaga qabul qilmoqchi bo'lyapmiz. Artist bo'lishni xohlamisiz? Qambarxon, Siz bu qizning onasi bo'lamsiz? shundaq bir ishinglar bormidi? Acha, biz qizlarni sanoyi nafsaga artist qabul qilmoqchi. Qo'shilam lekin. Mening qizim hargiz artist bo'lmaydi. Qambarxon, yur. Ma, uy kirib ketamiz. Ma. Bu haqiqatan chiroyli qiz ekan. Naqshni nihoyat yaqinlik etadi ekan. ekan. Bu kimning qizidir? Ha? Bu qiz yomon ishlaydigan Ibrohim Beyning qizi bo'ladi. Bu qizni cho'qim artistlikka qabul qilish kerak. To'g'ri. Begim. Eliqi. Muhammad eleydigan yalan to'sh bizni otish qilma. İzlab chiqibdi emasmi? Qanday qilamiz? Mishagim izlab ketdimi? Shundoq. Ay, o yalan to'shni shu vaqtda o'ltirasa bo'ptiki. Shundoq qilsak bo'pti-kan begim. Endi qanday qilamiz? Xotirjam bo'l. U hech qanday qilolmaydi. Bu qatam o yalan to'sh uchrab qolsa, qo'yni bo'g'izdigandek bo'g'izib bitimiz, ha? Ma'qul begim. Shunday qilaylik. Xo'p. Tağaq süzgüç satıman. Tağaq süzgüç satıman. Tağaq süzgüç satıman. Tağaq süzgüç. Tağaq elinglar. Yaxshi. İbrahim munofiq qayerda? Allah! Allah! Adam mama! Ay can! Ay qanday qilaman? Yeter o'tma. Munofiq. Uy, bunda qil yaloqchi. İtem! İtem sen itman sen! Yundu kır yalakçı! Qambarxon, tek cho'ylini supurib bo'lamidingmi? Mana az qoldi ana. Hozir supurib bo'laman. Mana uyga kirib qochquchilarni yuvat. Ma'qul ana. Dadisi, nimaga buncha xafa bo'lib qoldi lekin? Ey, Qosim akimning mushunchilik kichik ishqimi aralashib vaqtini qaramamdigan, ha? Ey, Qambarxonni artistlikka ep ketadigan bo'pti-da. ey, Qambarxonni artistlikka ekiladigan ish bo'lmay nima? Qosim akimning ishini rad qilib bo'lmaydi. Qambarxonni bermay amal yo'q. Kiring.
Assalomu alaykum. İbrahim Bey, biz Qambarxonni apkatgili kelgan edik. Uni bizga chaqirtagan bo'lsa bo'pti. Begim, Ha, nima gap? Namet Dorg'ini yoqa yurtdan kelgan noma'lum birisi o'ltirib yetibdi. O'ltirib yetibdi? Ha. Amin. Allohu akbar. Ha, sen chiqib, Tursun, Yasin, Ahmadlarga deb qo'y. Qo'rg'i obdan qarasin. Biror chataq chiqib qolmasin, ha? Xo'sh, Begim. Obdan qarasin hamisa, ha? Qambarxonni maqtab qo'ysiz, ko'ranglab ketganini qaranglar. Ağlasam onu İbrahim Bey yıkılıp ekan. Ameliyatı onun öz atansının kim ekanligini hech kim bilmaydi ekanmish. Uning tegitakti yo'q-kanda. Erdan yamanlagan xotinda qapoqlaring tushib ketibdi-ku. Nim bo'ldi? Ama sizlardan so'raydigan bir ish bor edi. Azmangni azmay, nima gap bo'lsa so'ramamsan. So'rg'ina. Meni kishilar tegitakdan tayini yo'q deyishyotdi. Mening o'z atanam Sodiq kim? Artist bo'liblar. Tiling chiqil turibdi-ku sening. Ha? Mushudaq gapni naladin o'gilib kelding? Yana depsan? Men baxtli turmushni, tinch xotirjam yashashni shuncha orzu qilgan bo'lsam-mu, lekin baxtsizlik meni cheksiz azob denasiga xarid qildi. Yo'qol! Sendek tegitakning Toniyo kalendarining qizi bilan o'lchib qo'yman. Yo'qol ko'zimdan. Bo'ldi singlim, ko'nglingizni yerim qilmang. Odamning qadr-qimmatini bilmaydigan mushundoq kishilar rehimsizlik qiladi. Biroq otishnoyisidagi necha minglagan xalq sizni hurmatlaydi, qadrlaydi. Yuring, zalda necha yuz tomoshabin sizni kelishingizni to'rt ko'z bilan kutib o'tadi.
Oldun sen bağda çerge Girip seni bir Allah'a tapşırdım Allah saldı cüdalık Cüdalık derdige Girip seni bir Allah'a tapşırdım Giripcan Xushxabar. Tönögün Atışnaylik Medeni Aqarış uyuşmasının zalida o'rinlangan Rabia Saydin dramasi Urumchi san'at o'migidagi rahbarlarning nayt yaxshi bahasiga erishibdi. Ular ishkinlarni Urumchi san'at o'migiga yo'tkaydigan bo'pti. Muborak olsun, muborak olsun, muborak olsun. Seliqlar yig'ilib bo'ldimi, ha? Yig'ilib bo'ldi begim. Ha, o'qi. Oqqoshdan 500 sar. Ha. Oqqoshdan 1000 sar. Ha. Yeni O'stangdan 500 sar. Ha. Ha. Ha, bu yil Alman seliqlar yaxshi yig'ilibdi. Kelar yilimi mushundaq obda yig'ishni talab qilaman. Ha, puhralardan bir sar seliqni ortiq yig'ishga bo'lmaydi. Angladingmi? Anladım. Ishlar men degandek bo'lsin. Chiqib o'rinlashtirgan, ha? Bora. Xo'p begim. Hoy, choy yeb chiqinglar. Begim, voy begim. Xushxabar. Kelinglar, xotin, o'tiringlar. Oy. Ha. Shu tapda xushalliqdan yurgim yerilib ketayli deb qoldi. Bugun Avatning bozoriga bir otishliq savdogar kelibdi. Uning deyishicha, qizimiz Urumchi san'at o'mikiga yo'tkilib ketibdi dey. Ha, yo'tkilib ketdi danglar. Endi nima qilmoqchi bo'lyapsizlar? Endi sizlar qo'shilsizlar, qizimizga Qashqarga kelish haqida xat yozaymikin? Ha. Men baglik taxtida o'ltirg'ili 30 yil bo'ldi. Amrimda 4 ayolim bo'lsa-mu, birimi farzandim yo'q. Hay, ist. Ko'ngillarni yerim qilmasizlar begim. Qiz bo'lsa-mu, bir farzandimiz bor emasmi? Ha? Ha, onda bo'lsa xat yozinglar. Ma'qul. Qashqarga kelsin. Men yuqorqi jonziga berib kelay, ha? Bo'ladi, Xudoyimga omonat. Ha. Qizim, 9 ay, 9 kun qo'saq ko'tirib, sizni tuqqan onangiz bo'lsam-mu, biroq ta'tir falakning qismatidan sizni 20 necha yildan buyon bir qitim qizim deb bag'rimga bosamdim. Sizning didoringizga qanamidim. 20 necha yillik hijron azobi meni to'limi qiynamoqda. Yurgim Aşu hicran azabının destidan bağan siri zayıfleşmekte. Belkim meni bu dünyada ko'radigan kunim az qolgandi. Şuna sizden en ahirgi qitim kutadiganim ig'ir ko'may Qashqarga bir qitim kelgan bo'lsangiz. Sizni qizim deb bir qitim bag'rimga besib elib o'lib ketsam armenim yo'q edi.
Voy. Bizning talantli artistimizga nima bo'lgandi? Ko'zlarda yosh liqirlab qapti o, ha? Men texen nimişkin deptimen. Bununla xushal bo'lmay, yig'laganınız nemisi? Avaxan sizni tuqqan öz anangizken. Bundaq ishlar jamiyatda bo'lib turadi. Bunchalik ishlarga qayg'urib yurishning nima hojati deyman. Biroq dadam mening dadam Men qarang, bu seri hamon bir kuni yeshiladi. Anangiz qaytadi sizni Qashqarga taklif qilgan bo'lsa, berib kelsangiz bo'ladi-ku. Ha? biroq idoraning xizmati bilan ishga bolni qanday qilamiz? Buningdan ansirab ketmang. Ikki balani men beqib turaman. Siz idoradan bir oylik ruxsat so'rasangiz bo'ladi-ku. Hava xinem, qarsala kim ketdi? Voy qizim! Ana, canım kızım! Ana! Ana! Canım kızım! Ana! Ana! Canım ana! Qani, uyga kiraylik. Qizim, uyga kiraylik. Kızlar kapıda. Selamet kapla. Kızım, otursunlar. Canım kızım. Ana, didar görüşürüz. Bana dikene. Hudağıma şükür. Ana. Shuncha ansirgandim. Voy. Ana balışkanla aram bir görüşken qinish bilanlar. Yursizlar, biz uyga kirib ketaylik. Begim. Yamaladagi Tursun Shangyo dehqonlardan 25 sar tangini ortiq yig'ibdi. Buni qanday qilamiz? Tursun Shangyo mansibini eptashinib 25 sar tanga baglik xazinasiga qaytarib kelsin. Xo'p, begim. Hap Tursun Shangyo. Hap Tursun Shangyo. Ana bola ishkanlar oxirida darlashibsizlar-da. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Rahmat begim, buning hammasi o'zlarining iltifoti. Yaxshi. Qizinglar bilan 20 necha yilda aram bir ko'rishganda, obdan mehmon qilib kutib elinglar, ha? Ma'qul begim.
Voy, Havaxon. Bu yerda nimaga mo'lnib o'ltirib ketdinglar? Ha? Hey begim, şu kızım Qambarxon bugun yo'lga chiqmoqchi ekan. Qizimdan ayrilishga faqat ko'zim qiymayotdi. Ha. Men sizlarga degan mirosxo'rlikning ishini deb baqdinglarmi? Bu savollarga men javob beray begatta. Meni o'zlarining mirosxo'r qilib tanlaganliklariga rahmat. Biroq mening hozir bu yerga qaytib kelib, sizlarning qo'ri joylarga, ta'alluqlarga varislik qilishimga sharoitim yo'q. Men mol dunyoga ancha qiziqmayman. Agar sizlar xohlasalar, keyinlikda mol dunyo ta'alluqlarini o'z tavalliklariga yo'qsil yetim yesirlarga qoldirg'aylar. Ular sizlarning haqiqiy mirosxo'rlari. Ana, men yo'lga chiqay. Aman bo'g'aylar. Voy qizim. Shunday qilib ketamla qizim. Endi qachon ko'rishishga nasib bo'lar? Seni ko'ralarmi qizim? Ana. Xudoyim nasib qilsa ko'rishamiz ana. Voy canım kızım. Havaxonni chaqiringlar. Oy, begim, bayatdala xeli yaxshi turayotgandilar. Nim bo'ldilar? Oy. Qandaqroq begim? Xotinlarim, men yaxshi bo'lib ketanmaydigan o'xshayman. Men o'lgandan keyin mirosning yerimini uchinglar tang bo'lishinglar. Qog'inni ovatdagi yetim yesirlarga bo'lib beringlar. Undaq demisizlar begim. Bizni qo'rqitmisizlar begim. Xudoyim sizga shifolik berib qolar. Siz saqib ketalar. Cho'qim saqib ketalar begim. Begim. Bizni qo'rqitmisizlar. Begim. 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 Voy begim. Voy begim. Bizni tashlab ketmisizlar begim. Begim.
Qambarxon, sizni onangiz izlab turibdi. Anamma. Ha, yürü. Ama. Oy kızım. Oy kızım. Ama. Ama. Qanday ahvollari qizim? Yaxshi ama. Ama men repetitsiya qilyaptim. Birdan turib tursizlar. Ruxsat so'rab chiqay. Ma'qul, ma'qul. Qani, kelasizlar ama. Yuqoriga sizlar. Amin. Allahu ekber. Salomatdirlar qizim. Xudo shukri ana. Menimda o'ltirsin. Sizlar o'tdan turibdilar. İnşallah. Ana, begotam kelmabdi-ku. Dadıllarının bu yerga kelishga umri yor bermidi. Bo'ldi, ko'ngillarni yerim qilmaslar ana. Men choy damlab kiray. Ma'qul qizim. Ama Ha? sizlardan bir gapni so'ray degan edim. So'rasam bo'ladimi? Bo'ladi qizim. So'raversilar. Kishilar meni tegib tekdinan tayini yo'q. Dadasining kim ekanligini hech kim bilmaydi deyishir ekan. Sizlar ig'ir ko'may mushu gapni menga tushuntirib qo'ygan bo'lsalar, mening dadam zodi kim ama? Sizlarning dadillari dadillari u. Ana, bema'ni savollarni so'rab ko'ngillarni beyarim qilib qo'ydimmi qandaq? Yo'q bolam. Sizlarning dadillari hayot. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom dada. Ana, salomat kelishiblar. Qani, yuqoriga o'tsizlar. Akasil dada, ma'lum. Bu namussuz iflos buzuq. Qambarxonni biz beqib cho'ng qilsak, sen qaysi yuzing bilan bizning bolamizni qishib kelding? Nomussiz deganchi, sen inson qalbidan chiqqan bola o'g'risi. Sen men yo'q fursatdan foydalanib mening bolamni o'g'irlab, meni saqchi 25 yillik hijron azobiga qo'yding. Yana qaysi yuzing bilan mening qizimning yeniga kelishga ketding? Buning vicdoning qandoqchi dedingiz? Sen Bo'ldi qilinglar. Jinim qizim. Qo'sh kelinglar mening onam. Bo'ldi. Urushmanglar. Bo'ldi qilinglar. Qizim. Ana, dada, bozorga chiqishamlar. Ha. Azroq savdolik qilib kirayli. Bo'pti, boldiroq qaytib kelishadi. Xo'sh emasa. Xo'sh. Xo'sh.
Ana, keş kopuplu mu? Teshli qizim, o'zlaricha. Mana obdan. Ana, sizlar birdan o'ltirib turasizlar. Men idoraga chiqib ruxsat so'raqli kelay. Bo'ladi Bo'ladimi? qizim. Xudoyimga omonat ana. Xudoyimga omonat qizim. Ana! 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 Qizim, birer iz nishon qoldirmay ketishga ko'nglim unamay bu xatni yezib qoldirdim. Jon jigar qizim Qambarxon. Siz mening bu dunyodagi birdan bir yolg'iz qizim. Mening bu dunyoda sizdan boshqa hech qanday yaqin odamim yo'q. Biroq o'zim bir ta'tir peshona bo'lganligim uchun dadamdan kichik qilib yetimchilik ichida cho'ng bo'ldim. Turmushda ig'ir baxtsizlikka uchrab, bag'rimni yerib tushgan qizimni beqib cho'ng qilish fursatidan mahrum qoldim. Havoda bulutlar tarqab, ko'k osmon zamin bilan yuz ko'rishgan bugungi kunda siz bilan diydor ko'rishib, hayotimdagi barliq orzuyim amalga oshdi. Biroq Ibrohim degan munofiq bilan Potamxon Hazazul hayotlik beg'imning gul chechaklarini to'zitib etgan razil sharmandilar men visol shodligiga cho'mgan mushundoq chog'da zaharlik nashtirni menga sanjib ko'nglimni to'limi parakanda qilib etdi. Ular hamon bir kuni menga qilgan eskiliklarning jazosini tatidi. Hamon bir kuni qon qusib o'ldi. Xayr. Jon jigar qizim, sizni o'g'il sutiga qondiramagan onangizni kechiring. Sizni tuqqan onangiz sizga qarshilab bo'lmaslik uchun siz bilan mangulik xo'shlashishni qaror qildi. Agar Xudo nasib qilsa, ikkimiz boqiy olamda ko'rishamiz. Shuningga ishoningki, mening hayotlikqa bo'lgan ishonchim tex yo'qolgani yo'q. Men tex yashayman. Umrlik xo'sh. Jon jigar qizim Qambarxon. Ama! Qambarxon. Ha? Qambarxon ko'rinmaydi-ku. Hey xotin, Eriqa Hazazul xotinning sesiq gaplari jon jinimdan o'tib, yuragimni zidi qilyapti degina. Voy. U Hazazulning gapini qilmisizlar dedisi. Hey. Uning gapini anglab yuragim Voy, qattiq chiqib voy. ketayli dedisilar. Ona bir demanglar. Oy, xotin, mayada bir poch xat turdi. Qani o'qib ko'rayli. Nima xat kim bu? Bir o'qib baqsizlar dedisi. Voy yuragim. Voy yuragim. Oy dedisi. Oynim bolla. Asta. Nima xat o'g'ay bu? Oy yuragim. Oy. O'quvchilar qarshi turish ko'rishini cho'nqur qanot yaydırayli. Sinf kurashni oxirigacha ep borayli. O'quvchilar qarshi turish ko'rishini cho'nqur qanot yaydırayli. Sinf kurashni oxirigacha ep borayli. O'quvchilar qarshi turish ko'rishini cho'nqur qanot yaydırayli.
Sinipi güreşte ağırgıcı et baraylı. Assalomu alaykum. Ve aleykümselam. Kurban İbrahim selamet durdular mı? Boy saqchi darsidan odam kelib, Qambarxonni tutib ketib qoldi. Nima? Nima dediniz? Onu neymiş tutup gitti? Saqchi idorasining tekshirib aniqlashicha, Qambarxonim aksiyachil o'ngchil unsur Niyoz Umarning qo'llovchisi. Uningdan boshqa saqchilar yana Qambarxonimning ayni vaqtda Jallat Matitayning pushti ekanligini aniqlab chiqibdi. Ben barliq dalil isbotlarni to'plab, uni saqchi idorasidan cho'qim qutqizib chiqaman. Shu chaqda Mahmudjon barliq dalil isbotlarni to'plab, aksiyatchil o'ngchil unsur Niyoz Umarning qo'llovchisi degan hukmni ag'dirib, meni turmadan qutuldirib chiqqan bo'lsa-mu, biroq Matitayning pushti degan hukmga qarshi isbot tepilmaganlikdan men toki baqiy dunyo safar qilguncha san'at hayotim bilan mangulik vidolashdim. Mening dadam zot ekan. Dada, qizim, dadalar silini ko'gili keldi. Dada! Ana! Dada! Ana! Dada! 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 Qambarxon, bizdan razı olun. Bizdan razı olun. Oy çirayım seriyem saman
mashhur xalq san'atkorimiz Qanbarxon Ismoil garchi oramizdan vaqtsiz ketib qolgan bo'lsa-mu, lekin uning kishi qalbini larziga soladigan jarangliq naqshlari, dutlarning tarlardan urg'ugan mungluq kuylari Xon Tangri vodisida abadil abad yangrug'usi. Qashqarga yangidan tayyorlangan tetaga Ovat xalqining qiyinchiligini tafsiliy doklad qilgan. Xo'p, begim. So'q qiyinchiligini deyishni unutib qolmag'aylar. Xo'p, aqshanim. Baldıroq qaytib kel, ha? Voy. Sarxon, ovozlar ayolning dardiga o'xshaydi. Berib anglab beqing. Assalomu alaykum, singlim. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Singlim, qanday dardlar bo'lsa bizga esila, biz sizlarga yordam qilamiz. Sizlarga ko'p rahmat, acha. Mening dardimga bir Allohdan boshqa hech kim yordam qila olmaydi. Shunga gap qilmaylik qo'y. Bu kishi bizning Ovatning begi Oblabek bo'ladi. Bu kishi har qanday datmanning beshini siylaydigan esil zot. Sizlar to'ytilmay so'zlayversizlar. Beshimga kelgan kulfatlarni bir kun so'zlasam tugamaydi. Sarxon, bu mehmonni uyga boshlang. Qolgan gapni uyda deyishaylik.
Yalan töz qalanda. Nemishqa hukumat odamlariga mush ko'tirsan? Agar birov sizni xotiningizni ip qolsa, siz qanday qilardingiz? Og'zingni yum. Pashkab begimga gap yondiryapsan texi. Bu yalan tözni hozirlik Xanjing sepil qurilishiga olib berish kerak. Uning teraktakchini Azroilning qo'liga tushib, sesqitini qurt qo'ng'ildan yeb ketsin. Bo'ladi begim.
rahmat Avaxon. Sizning chaqan duttaringizning muğliq ovozi mening 20 yillik xumarimni chiqaribdi. Meni maqtaganlarga ko'p rahmat begim. Avaxon, bugun tövengi jangizdagi Turg'unboy o'g'il o'ylabdi ekan. Shu to'yga bilib berib kelsa qandaq? Ma'qul begim. Emis uchingizga chapan kiyib chiqing. Avaxon, Sili, Avaxon, bu yoq kim bo'ladi? bu yoq mening burunqi erim bo'ladi begim. assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bo'ptamisa, biroq er-xotinlikning yuzini qilib, bu kishini obdan mehmon qilib qo'ying. Uyga kirsinlar. Çayısılar. Avaxon, seni aran topdim. Hayatımdan ümidimni üzüp turgunumda Oblabek uçurab kaldı. Sili naladi yurib, nemi külpetlerini tapqanlar. Qancha sepinglar remont qilish qurilishida ishlayotsam, Qashqarga yangidan tayinlangan Mashavo degan tetaydan bizni qo'yib berish to'g'risida yorliq tushibdi. Bu yerdan qaytib keliblar, izderigini qildi. Qizimiz Qambarxonning uchurini olaladim. İbrahim Paşa aynı vaqt qizimizni elib atışqa keçib ketibdikan. Yaqinda Oblabek qizimizning izderigini elish uchun atışqa odam avatdi. Uchuri kelgan aman atışqa chiqib qizimizni qaytarib kelmoqchimiz. Bizga qilgan askiliklari oz emas. Uningdan intiqom olmay qo'ymayman. Keyin qanday bo'lgan edi? Keyinki ishlarni qizim Qambarxon biladi. Men fani olamda uzoq tursam bo'lmaydi. Boqiy olamga tezroq qaytib olaman.
1935-yili Atuşda bəglik düzümü əməldən qaldırılıb, yenidən nayi təsis qilinib, Feyzivat nayisinin başquruşidan Qashqar Dotay yağmurunun bevosita başqurushiga o'tkazildi. İbrahim Paşa shu chaqda yağmurga xizmatga o'rinlashdi. Yanala qandaxanning chalg'ini tizikkan. Dadisi, naqsh aytayotganlar kimlar ekan? Kim bo'lardi? Heliqi Mamtili To'xtaji degan soltak ziyoli, Turkiyada o'ginib kelgan ozg'ina bilimi bilan bir necha kalti ko'sayni bilan yig'ib olib, ko'chalarga chiqib, fanniy maktab ochiman, yangilik yoritiman deb biljirlab yurdi. Voy, osmondagi g'ozning sho'rpisiga nonchilab ichadigan odamlar ekan-ku ular, ha? Agar ularning bu ajnabilarcha harakatini Qashqar Dotay yağmurlidikilar anlab qoladigan bo'lsa, bu soltak apadilarning 2 puti bir o'tkiti qiladi-da. Albatta shundoq bo'ladi-da, dadisi. Hey, Qambarxon ko'rinmaydi. Qayerga ketdi? Ha? Ho'ylida qolgan do'stlar chaqirib chiqib ketgan o'xshaydi. Hey, qiz bola degan talada qaloymiqon cho'glab yursa bo'lamdi, ha? Mang, qizingni darhol chaqirib kir. Hozirla chaqiray. To'xta. Esingda bo'lsin-ki, qiz bola deganni uydan chiqolmay, o'tning ichida paxta saqlagandek beqish kerak. Qaytirib kel. Ma. Xo'p. Atış bulbulu buluşqa münasib qizkan bu. Agar bizning diyorimizda shunday xushnavo bulbullar ko'p bo'lsa, nima degan yaxshi bo'lar.
Assalom qizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani kelasizlar? Tinch salomat turdinglarmi? Hozir naqsh etgan qiz siz bo'lamsiz? Ha, men bo'laman. Tutlarni nihoyat yaxshi chaladi ekansiz. Naqshini nihoyat chiroyli etadi ekansiz. Bu do'stim naqshi aytish, doktorchilik shunda qista. Nihoyat yaxshi. Sizning san'atda haqiqatan talantingiz bor ekan. Rahmat. Siz yangidan qurilgan otish nahiyalik sanoyi nafsaga artist qabul qilyapatdik. Shundaq. Biz hozir sizni sanoyi nafsaga qabul qilmoqchi bo'lyapmiz. Artist bo'lishni xohlamisiz? Qambarxon, Siz bu qizning onasi bo'lamsiz? shundaq bir ishinglar bormidi? Acha, biz qizlarni sanoyi nafsaga artist qabul qilmoqchi. Qo'shilam lekin. Mening qizim hargiz artist bo'lmaydi. Qambarxon, yur. Mana, uy kirib ketamiz. Mana. Bu haqiqatan chiroyli qizgan. Naqshini nihoyat yaqinlik etadi ekan. Ekan. Bu kimning qizidir? Ha? U qiz yamolda ishlaydigan Ibrohim Beyning qizi bo'ladi. Bu qizni cho'qim artistlikka qabul qilish kerak. To'g'ri. Begim. Eliqi. Muhammad eleydigan yalan tosh bizni otishqimi izlab chiqibdi emasmi? Qanday qilamiz? Hay, Mishagim izlab kelibdimi? shundoq. Ay, u yalang to'shni shu vaqtda o'ldirasa bo'pti-ki. Shundoq qilsak bo'pti-kan, begim. Endi qanday qilamiz? Xotirjam bo'l. U hech qanday qilolmaydi. Bu qatam u yalang to'sh uchrab qolsa, qo'yni bo'g'izdigandek bo'g'izib bitimiz, ha? Ma'qul begim. Shunday qilaylik. Xo'p. Tağaq süzgüç satıman. Tağaq süzgüç satıman. Tağaq süzgüç satıman. Tağaq süzgüç. Tağaq elinglar. Yaxshi. İbrahim munofiq qayerda? Allah! Allah! Adam mama! Ay can! Ay qanday qilaman? İt otma. Munofiq. Buni qilyoqchi. İt! İtem sen itman sen. Buni qilyoqchi. Qambarxon, tek cho'ylini supurib bo'lamidingmi? Mana az qoldi ana. Hozir supurib bo'laman. Mana, uyga kirib qochquchilarni yuvat. Ma'qul ana. Dadisi, nimaga buncha ola xafa bo'lib qoldi lekin? Ey, Qosim akimning mushunchilik kichik ishqimi aralashib vaqtini qaramamdigan, ha? Hey! Qambarxonni artistlikka ep ketadigan bo'pti-da. Ey, Qambarxonni artistlikka ep ketadigan ish bo'lmay nima? Qosim akimning ishini rad qilib bo'lmaydi. Qambarxonni bermay amal yo'q. Kirim.
Assalomu alaykum. İbrahim Bey, biz Qambarxonni apkatgili kelgan edik. Uni bizga chaqirtagan bo'lsa bo'pti. Begim, Ha, nima gap? Namet Dorg'ini yoqa yurtdan kelgan noma'lum birisi o'ltirib yetibdi. O'ltirib yetibdi? Ha. Amin. Allahu akbar. Ha, sen chiqib tursun, Yasin, Ahmadlarga deb qo'y. Qo'rog'i obdan qarasin. Birer chataq chiqib qolmasin, ha? Xo'sh, Begim. Obdan qarasin hamisa, ha? Qambarxonni maqtab qo'ysiz, ko'ranglab ketganini qaranglar. Ağlasam onu İbrahim Bey yıkılıp ekan. Ameliyatı onun öz atansının kim ekanligini hech kim bilmaydi ekanmish. Uning tegitak yo'q-kanda. Erdan yamanlagan xotindek qapoqlaring tushib ketibdi-ku. Nim bo'ldi? Ama sizlardan so'raydigan bir ish bor edi. Azmangni azmay, nima gap bo'lsa so'ramam sen. So'rg'ina. Meni kishilar tegitakdan tayini yo'q deyishyotdi. Mening o'z atanam Sodiq kim? Artist bo'libla, tiling chiqil turibdi-ku sening. Ha? Mushadaq gapni naladini gulib kelding? Yana depsan. Men baxtli turmushni, tinch xotirjam yashashni shuncha orzu qilgan bo'lsam-mu, lekin baxtsizlik meni cheksiz azobga soladi. Yo'qol. Sendek tegitakning taniyo kalendarining qizi bilan o'chib qo'yman. Yo'qol ko'zimdan. Bo'ldi singlim, ko'nglingizda yerim qilmang. Odamning qadr-qimmatini bilmaydigan mushundoq kishilar rehimsizlik qiladi. Biroq otishnoyisidagi necha minglagan xalq sizni hurmatlaydi, qadrlaydi. Yuring, zalda necha yuz tomoshabin sizning kelishingizni to'rt ko'z bilan kutyotdi.
Allah sevendek yaxşı merdane. Bizden ayda sayıbızdan günün sayıda kilim dostum. Bizden ayda sayıbızdan günün sayıda kilim dostum. Her buldum sen bağda çergen. Girip seni bir Allah'a tapşırdım. Allah saldı cüdalık ne? Cüdalık ne derdige? Girip seni bir Allah'a tapşırdım. Giripcan. Xushxabar. Tönögün Atışnaylik Medeni Aqarsh uyushmasining zalida o'rinlangan Rabia Saydin dramasi Urumchi san'at o'migidagi rahbarlarning nihoyat yaxshi bahosiga erishibdi. Ular ishqinlarni Urumchi san'at o'migiga yo'tkaydigan bo'pti. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Seliqlar yig'ilib bo'ldimi? Ha? Yig'ilib bo'ldi begim. Ha, o'qi. Oqqoshdan 500 sar. Ha. Oqqoshdan 1000 sar. Ha. Yeni O'stangdan 500 sar. Ha. Ha. Ha, bu yil Alman seliqlar yaxshi yig'ilibdi. Kelar yilimi mushundaq odda yig'ishni talab qilaman. Ha, fuqarolardan bir sar seliqni ortiq yig'ishga bo'lmaydi. Angladingmi? Anladım. İşler men degandek bo'lsin, chiqib o'rinlashtirgan. Ha? Bora. Xo'p begim. Hoy, choy yeb chiqinglar. Begim. Voy begim. Xushxabar. Kelinglar, xotin, o'tiringlar. Oy. Ha. Shu tapda xushalliqdan yurgim yerilib ketayli deb qoldi. Bugun Avatning bozoriga bir otishliq savdogar kelibdi. Uning deyishicha, qizimiz Urumchi san'at o'mikiga yo'tkilib ketibdi de. Ha, yo'tkilib ketdi danglar. Endi nima qilmoqchi bo'lyapsizlar? Endi sizlar qo'shilsizlar, qizimizga Qashqarga kelish haqida xat yozaymikin? Ha. Men baglik taxtida o'ltirg'ili 30 yil bo'libdi. Amrimda 4 ayolim bo'lsa-mu, birimi farzandim yo'q. Hay, ist. Qamag'andi a. U oldingi qitin kirganda hasharga borman degan edi. Balkim hasharda uzoqroq turib qolgan o'xshaydi ana. Men chiqib so'yib kiray. Ana suni men akiray. Mati taylan cho'maqchilari ish qildida bizni paylab yuradi. Shonsan talaga chiqsang bo'lmaydi. Meni erim bor, balam bor. Ular meni hech nima qilmaydi. Yuzim yo'q bor. Ma'qul ana. Avaxan.
Beni koyutuş! Beni koyutuş! Ayağına git birisi! Beni koyutuş! Hakan! Nomad doğru geldi! Qani kirsin. Assalomu alaykum titay oliylari. Ulug' saltanatlari osmon palak yuqori ko'tarilgan. Rahmat. Shaharda momning setilish ahvoli qandayroq bo'lyapti-do? Naydi yaxshi. Intayin o'ngishli ketyapti-da titay oliylari. Tünügün bir gün ichida mum setib olishni rad qilgan 157 fuqaroni tutib hapsiga oldik. Mening farmonimga qarshi qilganlarga hargizmi yumshoq qo'llik qilishga bo'lmaydi. Biroq titay oliylari Qashqadagi Ozsondagi bir o'chimgadan kashlar titay yomini ustidan Urumchi Jongjongga arz qildi. Nina? Qashqarning strategik o'rni intayin muhim. Askeri kuchi nihoyat zo'r. Shunday ekan, Yangzingshin Qashqarga ko'z tikib qarashga hargiz ma'qullanmaydi. Titay oliylari, Yana nima gap? İbrahim Peshab soy qilgan hili qizni tutib olib keldik. Jannatul Rizvon kabi hujralarga o'rinlashtirib qo'yamdik, qanday? To'limi yaxshi ish bo'pti. Uni o'rnashtirib qo'yinglar. Ma'qul. Xo'p.
Bu Tetay oliylarining eng oliy martabalik xonishi. Uning holidan obdan xabar olishinglar kerak. Agar u bir nima yegili unima joylik qilsa, har qanday chora-tadbirlarni qo'llansanglar bo'ladi. Uqdingmi? Ha? Uqdiq. Ha. Yo'qolish. Bizmi sizga o'xshash Matitayning xorishga uchragan. Bizning sizga yomonlik qilish niyatimiz yo'q. Agar siz bizga moslashmasangiz, Titayning odamlari bizni qattiq qiymaydi. Sizler Uygur hatun kızları tolu mu güzel kilisizler? Bana yakınlaşmış bana. Benim yerim var, balam var. Yerim ba? Senin yerin menin kol astındakiler terpeden allakaçan o dünyayı sefer kıldı. Hı? Nemi dedi? O alemki sefer kıldı da vatılar. Bo'ldi qozam dadam balam bo'ldi men bor qozam bo'ldi onam balam dadam balam bo'ldi mana Assalom Zo'ri xocha. Alaykum assalom. Kasla patam xinam og'ircha. Matitayning cho'moqchilari havo xinimni tutib ketib, to'limi osonlik qildi Zo'ri xocha. Xudoyimning oldida nima gunoh qildimkin tong? Mening to'tkiligim qolgan odam. Mush kichikgina navramning andil yiqilgan hayotlik chirqi uchib qamsli bo'ladi. Xudoyim bu navrlarning baxtini bera, ko'ngillarini buzmaslar Zo'ri xocha. Zo'ri xocha, sizlarning boshlarga bunday og'ir kun tushganda men qarab tursam bo'lmas. Agar menga ishonsizlar, bu qizimizni men beqib cho'ng qilib, ondan o'zlariga qaytirib bersin. Bo'ladimi? Sizlarni avvar qilib qo'yamanmi, patam ham? Undaq bo'lamdi-ha. Sizlarga nima martaba? Menga ishonganliklariga rahmat Zo'ri xocha. Men sizlarga har kuni tomoq kirgizib turdim. Rahmat Alloh. Maquzam. Xudoyimga omonat. Xudoyimga omonat. Qozamga bo'lmoq aytib berman, ha? Bo'ldi, turib qolsin. Xudoyimga omonat.
Çatak oldu. Çatak oldu begim. Nima chatak bo'ldi? Titey alileri Ürümçi Cancoğu tarafıdan Xançı'ndaki çoğun cami aldı da dargı eslip de begim. Qanday qilamiz? Ha? Bu işte mening xabarimmi bor. Şuna bizmi jinimizni ip qechishimiz kerak. Uqdingmi? Bu ishga albatta kallı ishlatishimiz kerak. Mushundaq jiddiy paytda mushkul chorani qo'llanmay amal yo'q. Qani, gap qila. Hazır Qashqarga yangidan tayinlangan Titeyning chiriklari asosiy yo'llarni qamal qilib qo'ygan tursa, biz endi nagimi qochib ketalaymiz begim? Depaqsla qandaqmi qochib ketalaymiz? Buningga chora bor, jiddiylashma. Atışning begi ayni vaqtda akam bilan Qashqar xalq madrasasida birga o'qigan. Biz shuni panoh tortib olsak, bizni cho'qim panoyiga oladi. Undaq bo'lsa, hozir yo'lga chiqaylik. Kunduz yo'lga chiqish xatarlik. Hozircha xoliroq bir ayaga mo'kinib turib, qarang'i tushgan aman yo'lga chiqib ketamiz. Ha? Qani. Kızım, ölür yetip geldik. Arıtınçı sizler. Tağa, sizlarning bu yaxshiliklarni o'lsam unutmayman. Hoş kızım, aman bolsak yana görüşemiz. Ana sizlarga nima bo'ldi? Qizim, Titeyning o'g'lisiga qaytib keldim. Ana, qaytib keldim. Seni ko'ramay qolishdi. Bekla ansirgan edim. Jinim ana. Qizimiz qanday qani? Qizimni bir ko'ray ana. Qanday qani? Qo'shnimiz Fatimxon beqib berdi bolam. Nima? Ana, biz aldanıptık. Biz bala o'g'rilarning aldam xatisiga tushib qatdik ana. Nima bolam? Oxirgi tiniqim qag'ucha umrimni bir ko'rmasam. Bu dunyoda amansiz yo'q ana. Sizlar tehi yaşaydılar. Ben endi bu uydan hech yerga bormayman. Sizlarning onlardan xabar olaman ana. Bolam, mening ko'zlarim az qoldi. Men o'lgandan keyin seni hargizmi ko'rib turmay. Avatdagi tuqqanini ana. Ahvatim bor bolam. Bolam. Bolam hayotda. Ölgenden keyin meni dadamni ayılaman. Dapli qalamlar. Ağladım meni dadamni ayılab dapli ana! Ana! Gözün nasıl ana? Beni yalnız taştan koymuşsun ana.
Ko'ngillarni yerim qilmasila begim. Qiz bo'lsa-mu, bir farzandimiz bor emasmi? Ha? Ha, onda bo'lsa xat yozinglar. Ma'qul. Qashqarga kelsin. Men yuqorqi janziga berib kelay, ha? Bo'ladi. Xudoyimga omonat. Ha. Qizim, 9 ay, 9 kun qo'saq ko'tirib, sizni tuqqan onangiz bo'lsam-mu, biroq ta'tir palakning qismetidan sizni 20 necha yildan buyon bir haqiqatmi qizim deb bag'rimga bosamidim. Sizning didoringizga qanamidim. 20 necha yillik hijron azobi meni to'limi qiynamoqda. Yurgim Aşu hicran azabının destidan bağan siri zayıfleşmekte. Belkim meni bu dünyada körediğen günüm az kalgandı. Şuna sizden en ahırkı qitim kütüdüğünüm eğir kömey Qashqarga bir qitim kelgan bo'lsangiz. Sizni qizim deb bir qitim bag'rimga besib elib o'lib ketsam armenim yo'q edi. Voy, bizning talantli artistimizga nima bo'lgandi? Ko'zlarda yosh liqirlab qolibdi o, ha? Men texe nimishkin debdiman. Buningga xushal bo'lmay, yig'lig'iningiz nemisi? Avaxon sizni tuqqan o'z onangizken. Bundaq ishlar jamiyatda bo'lib turadi. Bunchalik ishlarga qayg'urib yurishning nima hojati deyman. Biroq dadam mening dadam Men qarang, bu seri hamon bir kuni yeshiladi. Onamiz qaytadi sizni Qashqarga taklif qilgan bo'lsa, berib kelsangiz bo'ladi-ku. Ha? biroq idoraning xizmati bilan ishga bolni qanday qilamiz? Buningdan ansirab ketmang. 2 bolani men beqib turaman. Siz idoradan bir oylik ruxsat so'rasangiz bo'ladi-ku. Hava xinem, qarsala kim ketdi? Voy kızım! Ana, canım kızım! Ana! Ana! Canım kızım! Ana! Ana! Canım ana! Qani, uyga kiraylik. Kızım, uyga kiraylik. Kızlar ketdi-da. Salomat ketla. Kızım, o'ltirsinlar. Canım kızım. Ana, didar ko'rishimiz bo'ladi ekan. Xudoga shukr. Ana. Shuncha ansirgandim. Voy. Ana balışkanla aram bir ko'rishgan qinish bilanglar. Yursizlar, biz uyga kirib ketaylik.
Begim. Yamaladagi Tursun Şangyo dehqonlardan 25 sar tangini ortiq yig'ibdi. Buni qanday qilamiz? Tursun Şangyo mensibidan ep tashlanib 25 sar tanga baglik xazinasiga qaytarib kelsin. Xo'p, begim. Hap Tursun Şangyo. Hap Tursun Şangyo. Ana bola ishkanlar oxirida darlashibsizlar-da. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Rahmat begim, buning hammasi o'zlarining iltifoti. Ha, yaxshi, yaxshi. Qizinglar bilan 20 necha yilda aram bir ko'rishganda, obdan mehmon qilib kutib elinglar, ha? Ma'qul begim. Ha. Voy, Havaxon. Bu yerda nimaga mo'lib o'ltirib ketdinglar? Ha? Hey begim. Shu qizim Qambarxon bugun yo'lga chiqmoqchi ekan. Qizimdan ayrilishga faqat ko'zim qiymayotdi-ku. Ha. Men sizlarga degan mirosxo'rlikning ishini deb baqdinglarmi? Bu savollarga men javob beray begatta. Meni o'zlarining marasxo'r qilib tanlaganliklariga rahmat. Biroq mening hozir bu yerga qaytib kelib, sizlarning qo'ri joylariga, ta'alluqlarga varislik qilishimga sharoitim yo'q. Men mol dunyoga ancha qiziqmayman. Agar sizlar xohlasalar, keyinlikda mol dunyo ta'alluqlarini o'z tavalliklariga yo'qsil yetim misrlarga qoldirg'aylar. Ular sizlarning haqiqiy marasxo'rlari. Ana, men yo'lga chiqay. Aman bo'g'aylar. Voy qizim. Shunda qilib ketamla qizim. Endi qachon ko'rishishga nasib bo'lar? Seni ko'ralarmi qizim? Ana. Xudoyim nasib qilsa ko'rishamiz ana. Voy canım kızım. Havaxonni chaqiringlar. Oy, begim, bayatdala xeli yaxshi turayotgandilar. Nim bo'ldilar? Oy. Qandaqroq begim? Xotinlarim, men yaxshi bo'lib ketolmaydigan o'xshayman.
Men ölgəndən keyin mirasның yerimini üçünla təң bölüşünla. Qağınını avatdaki yetim yesirlağa bölüp beranla. Undaq demisizlar begim. Bizni qo'rqitmaslar begim. Xudoyim sizga shifolik berib qala. Siz saqayib ketala. Cho'qin saqayib ketala begim. Begim. Bizni qo'rqitmaslar. Begim. 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 Voy begim. Voy begim. Bizni tashlab ketmisizlar begim. Begim. Qambarxon, sizni onangiz izlab ketdi. Anamma. Ha, yurib. Ama. Voy kızım. Ama. Ama. Qandaq ahvollari qizim? Yaxshi ama. Ama men repetitsiya qilyaptim. Birdan turib tursizlar. Ruxsat so'rab chiqay. Ma'qul, ma'qul. Qani, keslar ama. Yuqorg'isilar. Amin. Allohu akbar. Salomatdirlar qizim. Xudo shukri ana. Yenimda o'tirsin. Sizlarni o'pdan turiblar. İnşallah. Ana, begotam kelmabdi-ku. Dadillarning bu yerga kelishga umri yor bermidi. Bo'ldi, ko'ngillarni yerim qilmaslar ana. Men choy damlab kiray. Ma'qul qizim. Ama Ha? sizlardan bir gapni so'ray degan edim. So'rasam bo'ladimi? Bo'ladi qizim. So'raversilar. Kishilar meni tegib-tegdan ham tayini yo'q. Dadasini kim ekanligini hech kim bilmaydi deyishir ekan. Sizlar ig'ir ko'may mushu gapni menga tushuntirib qo'ygan bo'lsalar, mening dadam zodi kim ama? Sizlarning dadillari
Dadılları o. Ana, beymen suallarını sorup günahlarını bir yarım kıp koydum mu kandak? Yok balam. Senin dadılları tek hayat. Assalomu alaykum. Aleyküm esselam dada. Ana, selamet kelişipla. Kine, yukarı ötüsüle. Kesil dada, ne alır? Bu namussuz iflas buzuk. Kambarxonni biz bir çoğun kısak. Sen qaysi yüzün bilan bizning balamızdan qışıq geldin? Namussuz deganchi, sen inson qalbidan chiqqan bola o'g'risi. Sen men yo'q fursatdan foydalanib mening balamni o'g'irlab, meni saq 25 yillik hijron azobiga qo'yding. Yana qaysi yüzün bilan mening qizimning yeniga kelishga ketding? Buning vicdonim qandoqchi dedi? Sen bo'ldi qilinglar. Jinim qizim. Hoş kelinglar mening onam. Bo'ldi. Urushmanglar. Bo'ldi qilinglar. Kızım. Ana, dada, bazarga chiqishamlar. Ha. Azroq sodalik qilib kirayli. Bo'pti, baldiroq qaytib kelishadi. Xo'sh endi. Xo'sh. Xo'sh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men mashhur san'atkor Qambar xonimning izdirigini elish uchun aloyidan bu yerga kelgan edim. Sizlar ig'ir ko'may Qambar xonimning turalg'usini deb bergan bo'lsizlar. Qambarxon degan men bo'laman. Nima gaplar bor edi? Sizlar Qashqa Chumbusdagi Mehmet Ilohunning qizi qadrli ocham Qambar xonim bo'lamdilar. Men ta hozirgacha dadamning kimligini bilmayman.
dadыңızның kimligini men aytib beray qizim. Ana, tez aytib bersene. Mening dadam Sadik kim? Etmezler. Sizning dadınız. Sizning dadınız. Acep bu bir zaman oğlum acep bu bir zaman oğlum yürektik sevdapsın kangalır yürektik sevdapsın Endi qaytib keldilimi ana? Şunu al kızım. Ana. Bek ensiz görünüyordular. Bir iş oldu mu? Vay balam, nemi bolattı? Matite'nin doğu yayıları koçum yürüp adam tutup. Bugün etenin içinde bizim koçuğumu kiladigan okşaydı. Ulan nemişki adam tutudikine? Nemiş tutat diyeceğim balam, boyuğa yetken kızlarını tutup Titay ordusunda hizmet saladı iken şu an ben senden ensirep kıyıvattım. Kimdi bu emdi? Balam çıkın kırıp gitti. Bu da kız. Ha, kim? Oy, kesla balam. Değiştirdilimi ana. Ottan tutla balam. Mahallemizde kalıp akıdığalla aziyip gelip süt çıkamadım. Şehirge kirgeç, Yukarı senin basın. yoklap çıkay dedim. Ottan tutla balam. Amin. Allahu Ekber. Değiştirdilimi ana. Ottan. Kızım, Mehmet İli Hakan kepti, çay iç çıktın. Makul. Hani çayak baksana balam. Rahmet. Zorxaca, sizlarga bir ko'ngilsizlik kelib qoldimi qandaq? Shundoq balam, shahar osmonini qora tuman qopladi. Matite'ning chumoqchilari bo'yiga yetgan qizlarni tutib yuraydi. Shunga men mush qizimdan ansirab qilyapman balam. Qacha, agar sizlar muvofiq bo'lsa, havo ham bir mezgil bizning uyda panoh qilib tursin, bo'lamdi.
bundaq qilsa yaxshi bo'lmasmikin? Zo'rg'acha, xotirjam bo'lsizlar. Men cho'qim Havoxonni ko'z qarchig'imni asirgandek asrayman. Bulutlar tarqilib, ko'k osmon zimin bilan yuz ko'rishganda Havoxonni sog'-salomat qo'lliq topshiraman. Oy. Balalarım, tez uzanamadan yana. Bulama tez. Tez bulaylik, tez. Seni Xudoyimga topshirdim. Menda xotirjam bo'ldim. Mana bir necha kundan keyin qaytib kelaman, ana. Ana. Chapsan bulaylik. Xudoyim omonat. Ha, mana keldim. Ketay oliylarining buyrug'iga binoan qizingni ep ketgili keldik. Ketay oliylari qizingga alaydi martaba taqmoqchi. Tezdan qizingni chiqirib ber. Qizim avvatga tuqqan mutlashib ketgan edi. Uyda yo'q turgan. Yolg'on aytma. Qizingning bayini tek cho'g'ini suv ko'tarib kirib ketganligini ko'rgan odam bor. Agar qizingni chiqirib bermaydigan bo'lsang, cho'g'ingni uni ko'rsan. Yolg'onsiz. Nima qarab turibsan? Otur. Dorg'am, uyning ham yerini aqtirib tushdik. Bir ma'odan yo'q-ku. Unda qo'sa ma'o qerini aytma. Qolgan gapni yolg'on deyishini. Mehmet Ali aka. Matitayning cho'moqchilari onamni qiyin qistoqqa og'inmidi. Xotirjam bo'lsizlar. Zo'rg'achamni Xudo o'z panohida saqlaydi. Mehmet Ali aka. Bek herib ketdilar. Birdan eshakka minibasizlar. Men piyoda mangay. Yo'qsa Havoxon, men hargiz herib qolmadim. Avdi xushni o'ssaklar, bizni uyga yetib boramiz. Assalomu alaykum, tashabbigim. Va alaykum assalom. Kela, o'tir ha. O'rik ye, qara. Iltifatlarga rahmat, tashabbigim. Shahar atrofidagi yizibaglari qushqash olvingni tugatdim-ku, qandaq, ha? Ha, hammasi tugitib bo'ldi, tashabbigim. Ketay oliylari shuncha bo'la ko'p qushqashning go'shini yeb, raso yoshirib ketadigan bo'ldi-da. Begim, heliqi Zo'rxon degan qirqaqvoshning zindonda yetayotganiga xeyli kunlar bo'lib qoldi. Bu ishni tezroq bir taraf qilib bo'ladi. O qeri tezroq o'zi bo'ladi-ku. O'zlari aql parosatda kamak ayyorni besib tushirganlar begim. O'zlarining farosatlari bilan Zo'rxonning qora joyi sizning ilgilariga o'tish oldida turyapti begim. Endi bu qerining parizatdek chiroyli qizini Ketay oliylariga soy qilsalar, katta martabaga ega bo'ladilar. Shundaq. Tashabbigim. Şoňa bizni toşqan aladigan burkut, yilpiz aladigan yo'l vositasi bo'ladi. Assalomu alaykum, Ketay oliylari. Va alaykum assalom. Qani, qopa. İbrahim Peshab soy qilgan hiliq qiz qechib ketibdigan Ketay oliylari. Shunga uning onasini tutib olib kelib, hozircha sulab qo'yib turdik. Nima? Aşı qizdan o'zini tutib kel.
ma'qul bo'ladi alilari. Sizlar degan har qanday gapni men jon dilim bilan beja keltirman alilari. Ürük satımen ürük! Ürük satımen! Ürük satımen ürük! Ürük satımen! Assalamu alaikum. Va alaykum assalom bolam. Teştirdilimi Zorxacha. Obdan. Qizimning ahvoli qanday xaraq bolam? Zorxacha, xatirjam bo'lsa. Havoxon naydi obdan turyapti. Xatirjam bo'lsa. Men xeyli vaqtligicha qizim bilan ko'rishamaydigan o'xshayman bolam. Chunki Matitayning cho'moqchilari menga ko'z quloq bo'lib yuryapti. Shundan qizimni o'zlariga topshirdim bolam. Xudoyim sizlarga baxt ato qilsin. Qani bolam, buni asla. Rahmat ana. Biz sizning umidlarini aqlab, cho'qim mangu baxtli o'timiz. O'zlarini asrasla ana. Amin. Allohu akbar. Tezroq mavsula bolam. Xo'sh ana. Anam bilan ko'rishalidimi? Qandaqroq turibdi? Onamiz nayt obdan turib etibdi. O ishimizga baxil kelib. Ana. Salavat qaytib keldimi? Xudo shukr bolam. Ostaslar. Nega yurib keldilar ana? Sayga xaniq verib san bir jup oltin sir so'xtirib keldim qizim. Qara. Hay, buni hozir bermayman. Sening to'ying bo'lgan kun o'z qo'lim bilan qo'lqonga sep qo'yman. To'y? Shunda. Avaqat. Biz onamizning tiligini hargiz yada qo'ymaymiz. Buningdan keyin baxtli turmush kechiramiz. Tursun qo'l! Vah vah vah. Xo'sh gaplar begim. Mavi atqa yem bo'g'iz verib qo'shig'ini obdan to'yg'izib qo'y. Men hozir yalmil qaytaman. Xo'sh. Meni chaqirtqili odam avatibdikansan. Nima gaping bor edi? Ha? Zo'rixonning qizi Havoxonning xabarini ola oladimi? Uni izlayotganimizga 1 yildan eshib qoldi. Hozirgacha izdirgini ololmayotimiz. Qaraganda planimiz amalga oshmaydigan o'xshaydi. Planimizning amalga oshishi qosh bilan kirpikning orasida qoldi. Nima? Bir yangi xabarga erishgan o'xshamamsa? Qizim, Mehmet Elican'ın kirmiginiga xeyli kunlar bo'lib qoldi. U bolaga bir peshkalik